Assalamu alaykum, dunyoning har qaysi joylaridagi Sharqiy Turkistonlik aziz qarindoshlar. Ekran oldidagi hurmatli ko'rurmanlar. Uyg'ur axborot markaziga vakolatan hammanglarning ro'za itini tabriklayman. Ro'za itinglarga muborak bo'lsin. Alloh Ramazonda qilgan ibodatlaringlarni qabul qilsin va ajr azim ato qilsin. Xalqimizga har vaqt birlik, ittifoqlik va yuksalish yor bo'lsin. Xo'sh, hurmatli ko'rurmanlar, undaqda tuvanda dehqonlar xabarlarimizning asosiy mazmunlari bo'lsin. 2022 yil 5-oyning 1-kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurdan bildirilishicha, Xitoy Sharq Turkistondagi lagerlarni buzishga boshlagan bo'lib, vatandagi Uyg'urlar buni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashi vakillar o'mlikining ziyoratga kelishi bilan munosabatli deb qaragan. Uchurda bildirilishicha, Xotan, Qashqar, Kuytun, Shixanzilarda lagerlarni cheqish ishlari boshlanib bo'lgan. Xitoy tajovuzchilari bu cheqish xizmati uchun har kvadrat metrga 370 yuan ajratgan bo'lsa-mu, kuch yetishmaganligi uchun yerlik hukumatlar Uyg'ur ommasini bu cheqish ishlariga qatnashtirgan. Cheqish ishlariga qatnashganlarga ish haqi sifatida temir eshik, tariza qatorliq narsalarni elib olsa bo'lganligi uqtirilgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq ishxonasining oldin ziyorat qilish gruppasi Xitoyga yetib bordi. Elon Musk Twitterni setib olgandan keyin Xitoyning Twitter'dagi ta'sirining kuchayish mumkinligi to'g'risidagi mo'ljallar o'tirg'i chiqmoqda. Karachi universitetidagi odam bomba hujumida 3 Xitoy fuqarosi o'ldi. Sharqiy Turkistonlik lager shohidlari Janvadagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosining oldida namoyish o'tkazdi. Tadqiqot natijasi Xitoyning dunyo miqyosida Uyg'urlarni paylab yurayotganligini ko'rsatdi. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. ABC News to'rining 26-aprildagi xabarda ko'rsatilishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michel Bachelet 5-oyda Sharq Turkistonni ziyorat qilish oldida turayotganda, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq ishxonasining 5 kishilik oldin ziyorat qilish gruppasi Xitoyning Guangzhou shahriga yetib borgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq ishxonasining bayonotchisining bildirishicha, mazkur guruhning a'zolari Sharq Turkistonga berishdan ilgari Xitoy virusi vabosining oldini olish tadbiri sifatida Xitoyning Guangzhou shahrida 3 hafta karantin qilindi ekan. E'linishicha, mazkur guruhning muddaosi Bacheletning Xitoydagi kishilik huquq ahvolini to'liq tushunish maqsadida ahamiyatli ziyorat qila olishiga kafolatlik qilish ekan. Halbuki kishilik huquqni kuzatish tashkilotini o'z ichiga olgan Nopostov kishilik huquq tashkilotlari va faoliyatchilari Bacheletning Sharq Turkistonni va Xitoy o'lkalarini haqiqiy ma'noda tekshirish imkoniyati yo'q ekanligini, mazkur ziyoratning tamoman Xitoy o'rlashtirgan tarzda olib berilganligini ilgari surishmoqda. News to'rining 26-aprildagi maqolasida ko'rsatilishicha, yaqinda Tesla shirkatining xo'jayini Elon Musk Twitter shirkatini 44 milliard dollarga sotib olgandan keyin Tesla toklik avtomobillarining navbatdagi eng chong bozori bo'lmish Xitoyning bu xil afzallikdan foydalanib Twitter'ga ta'sir ko'rsatishga bo'libmi mazkur supadagi o'ziga qarshi fikrlarni bostirishga o'rindiganligi to'g'risidagi mo'ljallar o'tirg'i chiqqan. Gerçi Xitoy diplomatiya ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin 26-apreldagi kundalik axborot e'lon qilish yig'inida bu xil mo'ljallarning asossiz ekanligini bildirgan bo'lsa-mu, lekin ba'zi tahlilchilar Elon Muskning xalqarada Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik to'g'risidagi g'olg'ili davomlashib kelayotgan mushu mazgilda, ya'ni bulturning oxirida Xitoy bilan hamkorlashib bo'lgan kuchlik ishtiyoqining namoyandasi sifatida Urumchida bir ko'rgazma zali ochganligini nazarda tutgan asosda bu xil mo'ljallarning zinhor asossiz emasligini ta'kidlagan. Masxirlik yeri shuki, Twitterni setib olgandan keyin mazkur supini so'z erkinligi kafolatli qilinadigan hurlik maydoniga aylantirish to'g'risida jarsagan Elon Musk, Sharq Turkistondagi necha millionlagan xalqning so'z erkinligidan emas, eng aqalli yashash erkinligidan mahrum qilinayotganligini bilib turibliq, bu to'g'risida biror qatam muzogan surib baxmagan. Neypost to'rining 26-aprildagi xabarga ko'ra, Pokistondagi Karachi universitetida yuz bergan odam bomba hujumida bir bolkoy mashinaning ichidagi 3 Xitoy va ularning shofiri o'lgan. Vaqadan keyin Pokistonning Balochiston o'lkasidagi Balochiston ozodlik armiyasi mazkur hujumga o'zlarining mas'ul ekanligini va bu hujumni o'zining Shari Baloch ismli ayol jangchisining qo'zg'alganligini jakarlagan. E'linishicha, mazkur hujumda o'lgan 3 Xitoyning ichidagi Huang Guangping shu joydagi Kongzi institutining mudiri ekan. Ding Wuping va Chinsa ismli qolgan 2 Xitoymi mushu institutning o'qituvchilari ekan. Vaqadan keyin Pokiston diplomatiya ministri darhol bayonot e'lon qilib, atalmish bu pastkash vaqa Pokiston Xitoy orasidagi munosabatga va davomlashayotgan hamkorlik qaratilgan bevosita hujumdir degan. Balochiston ozodlik armiyasining ilgirki hujumlarida Xitoy fuqarolarini nishonlaganligi ma'lum.
Sifrep to'rining 28 aprildagi xabariga ko'ra, navbatdan Gollandiyada yashayotgan Ömerbek Ali, Qalbi Nur Sidiq va Fransiyada yashayotgan Gulbahor Xotivachi. Gulbahor Jelilovadan iborat 4 nafar sobiq lager shohidi va gollandiyalik tarjimon Anvar qatorliq bashaylan 25 apreldan boshlab Janvadagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosining oldida namoyish o'tkazishni boshlagan va bu namoyishni bir hafta davomlashtirishni planlagan. Egilishcha bu qitimqi namoyishning asosiy maqsadi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michel Bachelet'dan 5-oyda Sharq Turkistonni ziyorat qilishdan ilgari bultur e'lon qilinish planlangan, ammo Xitoyning to'sqinlik sababli ta hozirgacha e'lon qilinmagan Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiliklar to'g'risidagi dokladni e'lon qilishni talab qilishgan. Buningdan sirt mazkur lager shohidlarining orasidagi Gulbahor Jelilova o'zining Michel Bachelet bilan birga Sharq Turkistonga berib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti xodimlariga o'zi yotgan lagerlarni bevosita ko'rsatib qo'yishni xohlaydiganligini bildirgan. Yahoo to'rining 29 apreldagi xabarda ko'rsatilishicha, Wilson markazidagi Kissinger institutining xalqaro masalalar tadqiqotchisi Bradley Jardin yaqinda Xitoyning Uyg'urlarni bostirishdagi yer shariy mujodalasi mavzuliq tadqiqot dokladini e'lon qilgan bo'lib, mazkur dokladda Xitoyning Uyg'urlar qarta umumyuzlik, budush qaqloqcha va qonunsiz nazorat qilish, o'tkazib olish va tutqun qilish sistemasi barpo qilganligini o'ttirib qo'ygan. Mazkur dokladda Xitoyning chet eldagi Uyg'urlarga 5532 qatim tahdid solganligi, 1150 nafar Uyg'urning o'zi turayotgan davlatda qo'lga olinganligi, 424 nafar Uyg'urning Xitoyga o'tkazib berilganligi yoki qaytarib o'tilganligi xatarlangan. Jardinning ko'rsatishicha, u mazkur sonliq ma'lumotlarni oshkor e'lon qilingan taratquv xabarlardan to'plagan bo'lib, jami soni 7000 dan oshadigan bu voqealar faqatla dengizdan tomchi ekan. Egilishicha, chet eldagi Uyg'urlarning Xitoyga qaytarilishi tunji qitim 1997 yil yuz bergan bo'lib, ayni chog'da Pokiston Barin voqeasiga chetishliq deyilgan bir Uyg'urni Xitoyga o'tkazib bergan va shuningdek keyin Xitoy doiralari chet eldagi Uyg'urlarga borgan sari yaqindan ko'z quloq bo'lishga boshlagan. Xabarlarimizni ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.